Yani Uyghur Center'da mesela 130'dan millet madaniyat merkezi işlese aşının asası mesela aldı 10'lukның içinde bizim bağımızda 5'likning içinde bu aşı nim tadbirler bolsa birinchi qatim bizni anaqa o'tkazamiz. Bizning mana prezidentlar bilan 3-4 qatim tadbirlar bo'ldi, boshqalar bo'ldi. Navro'z bayramlarida uchrashdik. Shuning uchun bizga mana do'stlik ordenlarini berdi. Boshqa ishtirokchilarimizga berdi mana shu markaz ishlayotganlarga. Prezidentimiz deydi bizni tegimiz Turkiy xalq, bir millatmiz deb biz ta'kidlaydi. Shuning uchun biz tegimiz bir xalq bo'lgani uchun mana shu O'zbekiston siyosatida nima bo'layotgan ishlar bo'lsa, ashun qonunga bekinib ishlashimiz kerak. Chunki har xil oqimlar bor, boshqalar bor. Boshqa quloq solmasdan mana shu siyosat nima bo'ldi? Qayda yashasang, mana shu vataning sening. Chunki biz mana shu tug'ilib o'sdik, mana shu bizning vatanimiz O'zbekiston. Shuning uchun mana shu vatanimizning qonuniga, madaniyatiga Turkiy xalq tegini so'rab kelsa, biz bir xalqmiz. Shuning uchun mana shu xalqimizning oldi bo'lib, o'zimizning olimlar bor mana. Ekim İbrahim ko'rsagan hudojliklarimiz bor. Guinness rekordlarini oldi mana shular. Shuning uchun mashlar qarab bekinib bizning mashlarning o'rnak olib, bolalarimiz matematiklarimiz bor, fiziklarimiz bor. Ashlarni to'g'ri yo'l ko'rsatib yoshlarga kelajakda shu buyuk olimlar chiqsa, buyuk o'zimizdan chiqqan fiziklar chiqsa, sportsmenlar chiqsa, qanaqa xushal bo'ladi. Biz O'zbekiston hamma yerdan ko'p medallarni oldi. Bu muqotgan O'zbekiston siyosatimizning eng yaxshi o'rinlari deb o'ylayman.